Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Barchangizni darslarimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bugundan boshlab sizlar bilan arab tilini o'rganishni boshlaymiz. Ushbu darslarimiz taxminan 1 oydan uzoqroq, 2 oyga yetmaydi. Ana shu vaqt davomida sizlar bilan arab tilini barcha sir-sinoatlarini o'rganib chiqamiz. 28 ta harf va qo'shimcha o'qish qoidalarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Kim ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, ismim Hayotbek, Islom akademiyasi bitiruvchisiman. Arab tilida C1 darajaga egaman. Hozirgi kungacha 5 yildan ortiq desak bo'ladi. Arab tilidan dars berib kelaman. Bugundan boshlab darsimizni aynan men o'taman. Savol tug'ilishi mumkin. Kurs kim uchun? Avvalo, kursimiz endi boshlayotganlar uchun. Umuman harfi bilmaysiz, yozishni bilmaysiz arab tilidan. Aynan siz uchun mos keladi bu guruh. Ya'ni ikkinchisi, kimlardir o'qishni biladi, lekin o'qiyotgan paytida qanaqadir xatolar qiladi. Maxrajdagi, talaffuzdagi har xil xatolarga yo'l qo'yadi. Ulab o'qish qoidalari, shularni bilmasligi mumkin. Aynan mana shu xatolaringizni ham to'g'rilash uchun aynan kursimizni oxirigacha ko'rsangiz sizga foydali bo'ladi.